Assalomu alaykum. Grangerni olmang, Granger pasat qo'yishgan deyishdi komandamizda. Xo'sh, 5 kishilik komandada o'ynadik. Komandada o'ynashning yaxshi tomonlari bir-birimizni tushunib o'ynash. Keyin liniya talashib o'tirilmaydi o'yinga kirganda. Xo'sh, Granger asosan stay yig'ishini hammalaring bilasizlar. Stayni yaxshi ko'p yig'sa, urug'ni ham sezilarli darajada bo'linadi. Hozir bu yerda emin kelganini ko'rmay qolganim sababi birinchi navini ishlatib turib kelgani uchun ko'rmay qoldim. Eminni yopib yuboramiz deb harakat qildik va o'zimiz yopilib ketdik. Ko'rishlaring mumkin Granger urug' qanaqa berayotganini. Komanda bilan kirish ancha yaxshiroq. Bir-birimizni tushunib o'ynaymiz. Qayerda qanaqa kartaga qarab o'ynash yaxshiroq bo'ladi. Shunday qilib videoni qirqib montaj qilib chiqaryapman. O'zlaring qo'llab podдержкада bo'lasizlar. Granger urug'ini ko'rib baho bera olasizlar. Mana Granger bo'lmaydi degan akalarimiz uchun